Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, bugun juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Bu har biringizga, ayniqsa pensiya yoshidagi yaqinlaringizga bevosita taalluqli. Diqqat bilan tinglang. Chunki hozir aytadiganlarim sizni jiddiy moliyaviy muammolardan qutqarishi mumkin. Ko'plab pensionerlar may oyida to'lovsiz qolish xavfi ostida turibdi va buning sababi juda oddiy, ammo ko'pchilik bilmagan bir jihatda yashiringan. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar endi avtomatik tarzda berilmayapti. Buning uchun alohida ariza talab qilinmoqda. Agar siz bu haqda bilmasangiz, may oyida pensiya to'lovlarida jiddiy uzilishlarga duch kelishingiz mumkin. Bu ma'lumotni o'zingiz uchun saqlab qolmaslikka chaqiraman. Hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling, toki bunday muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Keling, avval vaziyat qanday bo'lgani va hozir nima o'zgargani haqida batafsil gaplashsak. Ilgari ko'plab pensiya qo'shimcha to'lovlari, masalan, yoshga doir, nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun beriladigan ustamalar. Pensiya tayinlangan paytda avtomatik tarzda hisobga olinib, hech qanday qo'shimcha arizasi to'lab berilardi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, yoshga doir ustamalar ma'lum yoshga yetganingizda pensiya fondi ma'lumotlariga asosan avtomatik ravishda tayinlanardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimi maksimal darajada qulay bo'lish uchun harakat qilardi. Ya'ni siz bir marta pensiya tayinlash uchun ariza berardingiz, keyin esa barcha tegishli qo'shimcha to'lovlar, agar siz ularga huquqli bo'lsangiz, avtomatik tarzda amalga oshirilardi. Misol uchun, qishloq joylarida uzoq yillar ishlaganlik uchun qo'shimcha to'lov yoki faxriylar uchun belgilangan ustamalar avtomatik ravishda pensiya summasiga qo'shib berilardi. Bu tizim juda qulay edi va pensionerlarga byurokratik qiyinchiliklarsiz tegishli imtiyozlarni olish imkonini berardi. Ammo hozirgi vaqtda vaziyat jiddiy o'zgardi. Ijtimoiy sug'urta va pensiya tizimini yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida, shuningdek, davlat byudjetini optimallashtirish va xatoliklarni kamaytirish uchun yangi qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. Bu o'zgarishlarga ko'ra ba'zi qo'shimcha to'lovlar endi arizaviy tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni siz bu qo'shimcha to'lovlarga haqli bo'lsangiz ham, ularni olish uchun maxsus ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Agar siz bunday arizani bermasangiz, hatto qonuniy ravishda unga haqli bo'lsangiz ham, bu qo'shimcha to'lov sizga to'lanmaydi. Bu o'zgarishlar ayniqsa may oyidagi to'lovlar oldidan joriy etilgani sababli ko'plab pensionerlar bexabar qolib, to'lovsiz qolish xavfi ostida ko'p hollarda. Bu yangiliklar yetarlicha keng yo'ritilmagan yoki pensionerlarga shaxsan yetkazilmagan. Davlat organlari elektron xabardor qilish usullarini afzal ko'rmoqda. Ammo ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar bunday texnologiyalardan foydalana olmaydilar. Bu esa afsuski katta muammoga aylanmoqda. Keling, kimlar ayniqsa xavotirga tushish kerakligini va kimlar tashvishlanmasligi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, kimlar xavotirga tushish kerak? Bu savolga javob berish uchun avvalo qanday qo'shimcha to'lovlar endi ariza asosida berilayotganini tushunib olishimiz kerak. Yangi qonunchilikka ko'ra ko'pincha bu quyidagilardir. Birga, ma'lum yoshga yetganlik uchun ustamalar, masalan, akkasib yoshdan oshgan fuqarolar uchun qo'shimcha ustama. Ilgari bu avtomatik ravishda tayinlangan bo'lishi mumkin edi. Ammo hozirda ba'zi hududlarda bunday ustamani olish uchun, agar sizga oldin tayinlanmagan bo'lsa, ariza berish talab qilinadi. Misol uchun, Farg'ona viloyatidan vaqtida 2 yoshli Oysha momo pensiya tayinlanganidan beri har oy 2 million so'm pensiya olardi. Oysha momo takani yoshga to'lganida avtomatik ravishda 200 ming so'm qo'shimcha ustama olishni kutgandi. Chunki uning qo'shnisi G'ani bobo o'tgan yili takaniga to'lganda shu ustamani arizasiz olgan edi. Ammo may oyida uning pensiyasiga esa bu ustama qo'shilmadi. Ma'lum bo'lishicha, hududiy pensiya fondi 8 yoshdan oshganlar uchun ustamani endilikda arizaviy tartibda berishni e'lon qilgan. Ammo Oysha momo bu xabardan bexabar qolgan. U darhol ariza berib, keyingi oydan boshlab ustamani ola boshladi. Ammo may oyidagi to'lovni yo'qotdi. 2. Boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiyaga beriladigan ustamalar yoki kompensatsiyalar. Agar sizning oilangizda boquvchisini yo'qotganlar uchun pensiya oluvchi shaxslar bo'lsa, masalan, voyaga yetmagan bolalar va ularning ma'lum bir ehtiyojlari uchun, misol uchun, maktabga tayyorgarlik uchun qo'shimcha kompensatsiya nazarda tutilgan bo'lsa, bu endi ariza asosida amalga oshirilishi mumkin. Misol tariqasida, Toshkent shahridan 38 yoshli Nodira opa 2 voyaga yetmagan farzandi bilan
eri vafotidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik uchun pensiya oladi. Uning bolalari har yili o'quv yilining boshida maktab anjomlari uchun 300 ming so'm qo'shimcha kompensatsiya olishga haqli edilar. Ilgari bu avtomatik tarzda sentyabr oyida to'lab berilardi. Biroq joriy yildan boshlab bu to'lovni olish uchun har yili avgust oyida tegishli ariza bilan murojaat qilish shart qilib qo'yildi. Nodira opa bu o'zgarishdan bexabar qolib, agar ariza bermasa bu to'lovni olmasligi mumkin edi. 3. Mehnat stajiga bog'liq maxsus ustamalar. Ayrim kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlagan shaxslar uchun belgilangan qo'shimcha ustamalar ham endilikda ariza talab qilishi mumkin. Masalan, konchilik sohasida uzoq yillar ishlagan shaxslar uchun qo'shimcha ustamalar mavjud bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizning mehnat stajingizga bog'liq ravishda maxsus ustamalarga haqli deb hisoblasangiz va ularni avtomatik tarzda olmagan bo'lsangiz, demak sizga ariza berish kerak. Samarqand viloyatidan 65 yoshli Temur aka 20 yildan ortiq vaqt davomida og'ir sharoitlarda paxtachilik sohasida ishlagan. Uning pensiyasi erta chiqqanligi sababli unga qo'shimcha ustama to'lanishi kerak edi. Lekin u pensiyaga chiqqanida faqat standart pensiya miqdori tayinlangan. Bir qo'shnisidan eshitib, Temur aka pensiya fondiga borganda, unga bunday ustamani olish uchun qo'shimcha ariza yozish kerakligi. Chunki uning ish sharoitlari haqidagi ma'lumotlar avtomatik tizimga kiritilmagani ma'lum bo'ldi. Bu yangi qoidalar asosan shu kabi chekka imtiyozlarga tegishli. 4. Ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar a'zolari uchun belgilangan ayrim qo'shimcha to'lovlar. Agar sizning oilangiz kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa va shu asosda pensiyaga qo'shimcha moddiy yordam olish huquqingiz bo'lsa, bu turdagi to'lovlar ham endi arizaviy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Masalan, Navoiy viloyatidan bo'lgan 7000 yoshli Gulnora xola har oyda davlat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga beriladigan 1 ming so'm miqdoridagi moddiy yordamni pensiyasi bilan birga olar edi. Bu yordam uning arizasiz, avtomatik ravishda har 6 oyda bir yangilanardi. Biroq joriy yildan boshlab bu yordamni har 3 oyda bir yangilash va har safar yangi ariza topshirish shart qilib qo'yildi. Agar Gulnora xola may oyida ariza bermasa, uning moddiy yordam to'lovi to'xtatilgan bo'lardi. Ikkinchidan, kimlar tashvishlanmasligi kerak? Odatda sizning asosiy pensiya to'lovingiz. Agar sizga allaqachon tayinlangan bo'lsa va sizning pensiyangizni to'xtatish uchun biron bir sabab bo'lmasa, masalan, chet elga doimiy yashashga ketish, o'lim va hokazo to'xtatib qolinmaydi. Shu jumladan har yili indeksatsiya natijasida oshiriladigan pensiya miqdorlari ham avtomatik tarzda hisobga olinadi va sizdan buning uchun ariza talab qilinmaydi. Shuningdek, ko'pgina yoshga doir majburiy qo'shimcha to'lovlar, masalan, yoshga doir eng kam pensiyadan past bo'lmagan miqdordagi pensiyalar, shuningdek davlat tomonidan kafolatlangan minimal pensiya miqdorlari ham avtomatik tarzda saqlanib qoladi va buning uchun hech qanday ariza talab qilinmaydi. Ya'ni, agar siz muntazam ravishda hech qanday qo'shimcha ustamasiz faqat asosiy pensiyangizni olib turgan bo'lsangiz va sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, familiya, yashash joyi, bank ma'lumotlari hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan pensiya to'lovlarida uzilish bo'lmaydi. Ammo shuni unutmangki, har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'li har doim mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib aniqlik kiritishdir. Bu yerda bir nechta muhim istisnolarni va e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlarni sanab o'taman. Ko'pincha aynan shu narsalar pensionerlarni chalg'itadi va muammolarga olib keladi. Bir yangi qo'shimcha to'lovlar va eski qoidalar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar yaqinda joriy etilgan bo'lishi mumkin. Ularga doir qoidalar boshidanoq arizaviy tartibda bo'lishi mumkin. Ammo pensionerlar ilgari hamma narsa avtomatik tarzda bo'lganini bilganliklari sababli bu yangi to'lovlar uchun ham ariza berish kerakligini sezmasligi mumkin. Masalan, joriy yilda joriy qilingan yangi imtiyoz keksalarga g'amxo'rlik dasturi doirasida ma'lum toifadagi yakka yolg'iz pensionerlarga har chorakda 500 ming so'm moddiy yordam ajratilishi haqidagi qonun qabul qilindi. Bu to'lov mutlaqo yangi bo'lgani sababli u avtomatik ravishda hech kimga tayinlanmaydi. Lekin ko'plab pensionerlar bu haqda eshitib, uning o'zi tayinlanishini kutib o'tirishadi. Aslida esa bu pulni olish uchun maxsus ariza va hujjatlar paketini yig'ib topshirish shart. 2. Ma'lumotlar bazasining yangilanishi va nomuvofiqliklar. Ba'zan avtomatik to'lovlar to'xtatilishiga sabab pensiya fondi ma'lumotlar bazasidagi eskirgan yoki
noto'g'ri ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, sizning familiyangiz, yashash manzilingiz yoki pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa-yu, siz bu o'zgarishlarni pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz, bu sizning to'lovlaringizda uzilishlarga olib kelishi mumkin. Pensiya fondi sizning shaxsingizni tasdiqlay olmagani uchun to'lovni vaqtinchalik to'xtatishi mumkin. Buxoro viloyatidan 75 yoshli Saida xola o'tgan yili turmushga chiqqan qizi bilan birga yashash uchun boshqa tumanga ko'chib o'tdi. U propiskasini o'zgartirdi, ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutdi. May oyida uning pensiyasi o'tkazilmaganini ko'rib, u pensiya fondiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, uning yashash joyi ma'lumotlari yangilanmagani va yangi yashash joyi bo'yicha tegishli hujjatlarni taqdim etmagani sababli to'lovlar vaqtinchalik muzlatib qo'yilgan. O'ttu bank kartasi yoki hisob raqami bilan bog'liq muammolar. To'lovlar kechikishining yana bir keng tarqalgan sababi bank kartasining muddati o'tganligi yoki bank hisob raqamiga oid boshqa muammolar. Ba'zan pensionerlar o'z bank kartalarining amal qilish muddati tugaganini sezmaydilar yoki bank kartasi buzilgan bo'ladi. Pensiya jamg'armasi pulni o'tkazadi, ammo bank uni qabul qilmaydi. Shunda pul qaytib pensiya jamg'armasiga keladi va pensioner to'lovsiz qoladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi sizni xabardor qilishi kerak, lekin ba'zida bu xabarlar o'z vaqtida yetib bormaydi. Shuning uchun o'z bank kartangizning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turish juda muhimdir. 4. Davlat xizmatlari portalidan foydalanishda qiyinchiliklar. Hukumat ko'plab xizmatlarni elektron shaklga o'tkazishga intilmoqda. Pensiya arizalarini ham elektron tarzda topshirish imkoniyati mavjud. Biroq ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar internetdan yoki kompyuterdan foydalana olmaydilar. Agar ular elektron ariza topshirishga harakat qilsalar, texnik qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu esa arizani o'z vaqtida topshira olmaslikka olib keladi. Shu sababli, agar sizda elektron imzo yoki internetdan foydalanish ko'nikmalari bo'lmasa, an'anaviy usulda, ya'ni pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib murojaat qilishni tavsiya qilaman. 5. Qo'shimcha tekshiruvlarni bahona qilish. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari pensiya to'lovlarini to'xtatib turish yoki kechiktirish uchun qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilmoqda degan bahonani keltirishi mumkin. Bu ayniqsa pensiya miqdorida jiddiy o'zgarishlar yuz bergan hollarda sodir bo'ladi. Agar sizga shu kabi holatda murojaat qilishsa, har doim tekshiruvning aniq sababini, qanday hujjatlar talab qilinishini va tekshiruv qancha muddat davom etishini so'rang. Hech qanday aniq sababsiz va muddatsiz tekshiruvlar qonunga zid. Har bir pensioner o'z huquqlarini bilishi va himoya qilishi kerak. Endi esa eng muhimi, siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib may oyida va keyingi oylarda pensiya to'lovlarsiz qolmaslik va barcha tegishli qo'shimcha to'lovlarni olishni ta'minlash mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Pensiya fondi bo'limiga murojaat qiling. Eng birinchi va eng ishonchli qadam bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan tashrif buyurish. Telefon orqali yoki internet orqali ma'lumot olish mumkin. Ammo shaxsan borish eng samarali usul. U yerda sizga qanday qo'shimcha to'lovlarga haqli ekanligingizni, ularni olish uchun ariza berish kerakmi yoki yo'qmi, hammasini aniq tushuntirishadi. Pensiya fondi mutaxassislari sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, barcha savollaringizga javob beradi. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar sizga qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish kerakligi ma'lum bo'lsa, sizdan ma'lum hujjatlar talab qilinadi. Odatda bular pasport nusxasi asli bilan birga, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ba'zi maxsus ustamalar uchun imtiyozga asos bo'luvchi hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi guvohnoma, oilaviy ahvoli haqidagi ma'lumotnoma, yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma va hokazo. Bank kartasi yoki hisob raqami rekvizitlari. Pensiya fondi mutaxassislari sizga aynan qaysi hujjatlar kerakligini aniq aytishadi. Ular ro'yxatini olib, puxtalik bilan yig'ing. Arizani to'g'ri to'ldiring. Ariza shaklini pensiya jamg'armasi bo'limidan olishingiz yoki ba'zan ularning veb saytidan yuklab olishingiz mumkin. Arizani to'ldirishda e'tiborli bo'ling. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Agar biror joyi tushunarsiz bo'lsa, xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Eng muhimi, arizada siz talab qilayotgan qo'shimcha to'lov turini va uning huquqiy asosini aniq ko'rsating. Arizaning ikkinchi nusxasini o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Unda ariza qabul qilingan sana va qabul qilgan xodimning imzosi bo'lsin.
Bu sizning murojaatingiz isboti bo'lib xizmat qiladi. 4. Ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshiring. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va bank rekvizitlaringiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir o'zgarish bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga xabar bering. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlarning oldini oladi. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshirishni unutmang. Agar muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib, yangisini oling. 5. Pensiya to'lovlari hisobiga monitoring qiling. May oyida pensiyangizni qabul qilgandan so'ng tushgan pul miqdorini diqqat bilan tekshiring. Agar u kutilganidan kam bo'lsa yoki qo'shimcha to'lovlar qo'shilmagan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va vaziyatni aniqlashtiring. Har qanday xato yoki tushunmovchilikni kechiktirmasdan hal qilish muhim. 6. Yaqinlaringizga yordam bering. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz yoki boshqa keksa yoshdagi yaqinlaringiz bo'lsa, ularning pensiya masalalari bilan shug'ullanishda yordam bering. Ko'pincha keksa odamlar bu yangiliklarni kuzatib borishda, hujjatlarni yig'ishda yoki arizalarni to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ularga ushbu videoni ko'rsating yoki uning mazmunini tushuntiring. Ularni pensiya jamg'armasiga olib boring yoki ularga ariza to'ldirishda yordam bering. Sizning yordamingiz ularning moliyaviy barqarorligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videoda muhim bir haqiqatni yoritishga harakat qildik. Ba'zi pensiya qo'shimcha to'lovlari endi avtomatik tarzda berilmaydi. Ularni olish uchun alohida ariza talab qilinadi. Bu o'zgarishlar may oyidagi to'lovlar bilan bog'liq holda ko'plab pensionerlar uchun jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun har biringizni faol bo'lishga, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizga tegishli barcha qo'shimcha to'lovlarni aniqlashtirishga chaqiraman. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Hech kim o'zining qonuniy pulini yo'qotishni xohlamaydi. Shunday emasmi? Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Toki kelajakda ham bunday muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.